Azamat Ahrorov edi. Azamat Ahrorov. Men to'g'risiga bitta narsani Allohdan so'rayman, Aziz Esli jangda yutsin deb so'rayman. Sababi chunki ikkita kambag'al inson uyli bo'ladi, sizda utsa. Men o'shani xohlayman. Assalomu alaykum. Endi hozir ko'plar Aziz Estetni jangi bilan, Aziz Estet bilan Shamildek jangini gapirib chiqyapti-da, uyushtirilgan, kelishilgan jang debdi. Aziz Estet birinchidan uni o'zini ikkitasidan xarajat qilib jang qildirdi-da. Shuncha insonga xarajat qilib jang qildirdi. Я просто помню последний раз, когда у вас здесь был в Хума-арене бой с нашим уважаемым братом. O'sha jangni oxirida ko'rgan bo'lsangizlar, nima qilgan? Xayriy ihson qilib bergan, ko'p pulni. Ko'p pulni xayriy ihson qildirib beryapti. Xo'p, uyushtirilibdi jang. Mayli. Endi ba'zi bir nimalarga-da tanqid qilib chiqqan blogerlarga, boksyorlarga gapiradigan gapim. Qo'lingizdan kelsa siz ham uyushtiringdakini Aziz Estetga o'xshab 500-600 million pul, 3 xonalik uylar, Monza mashinlarni shunday xayriy ihson qilib beringizlar. Tamom, qo'llaringizdan kelsa shuni qilingizlar. Qo'llaringizdan kelmayaptimi? Bo'ldi. 100 ming gonorarim to'laysiz. Ko'rishib qo'yaveramiz aka. Atak menga interes yo'q. Pul bor. Ahrorovga kelsak, Vizovni Aziz Estet Vizov tashlayapti, u boshqacha qabul qilyapti. Menga 10 ming tashlanglar, 100 ming tashla, gonorar ber, men jang qilaman deyapti. Endi bu degani yutqazsam ham shu pulni olib ketaman, yutsam ham shu pulni olib ketaman deyapti-da u. Unaqa bo'lmaydi u. U Vizovni qanday tashlaganini birinchi kommentariyada o'qish kerak, yaxshilab. Azamatjon Ahrorov. Sizga bo'lgan hurmatim bor edi. Endi nima desam, bunaqa taklifdan keyin to'g'risiga men nima deyishni ham bilmayman xullas. Mayli kelishgan bo'lsa, kelmaydi. Birinchidan vislasi to'g'ri kelmaydi. U 80 kilo vaznda Aziz Estet. Siz aniq 90 kilodan ziyodsiz. 95 kilodan, 100 kilodan ziyod bo'lsangiz ham kerak. Avvalo vislasi to'g'ri kelmaydi, lekin mayli to'g'ri kelmasa ham men jang qilaman deyapti u. Siz 100 ming tashlaysiz, u ham 100 ming tashlaydi, pachkada 10 ta tashlaydi. Tamom. Jasjon bir nochor oilaga xayriy ihson qilib turib 30 million, 25 million xizmat haqqini olgan vaqti o'zi qandayligini bilganman u bolani. U sportsmen bolalarga xayriy ihson qilayotganlarni gapirish unga qolmabdi. U erkaklarning o'zini muhokamasi. Gapirish Jasjonga emas kerak bu kunlarda. Bu gaplar gapirish. Sotib olibsiz boydi, nech pulga sotib oldingiz, bunday. Bo'pti, qo'lingizdan Jasjon qo'lingdan kelsa, endi sensirab gapiraman, aniq mendan kichkinasan. Yo'q, agar bo'pti, xo'p, Jasjonda ham qo'lidan kelsa, mayli. Utsin, xayriy ihson qilsin, u ham qanchadan qancha oilalarga. Men Aziz Estetni masalan so'kib gapirayotgan joylari bor, boshqa narsasi bor. Men uni hurmat qilmayman u sifatdan, lekin ko'p ihson qilganligi uchun, men o'sha ihson qilgan uchun men insoniylik jihatdan u insonni hurmat qilaman. To'g'risi gap. Sotib olinganmi, yo'qmi boy, uni Alloh biladi, o'zlari biladi. To'g'risi gap.